Shuning uchun 10 ta odam ishlashi shart emas bitta uyda. Osoyishta, xotirjam hayot bo'lishi uchun. Ikkita yo bitta odam ishlasa yetadi. Faqat shu xonadon egalari mustaqim bo'lsin, Alloh taolo barakot beradi. Dada ishga ketdi, bo'ldi. Kelinlar, qizlar, ayollar telefon gapirib olgan. Endi u erkak yuribdi ko'chada, shu xotinga, bola chaqamga rizq topib kelaman deb, uydagilar, ahillar mustaqim bo'lsin. O'sha maza bemaza narsa bilan ovora bo'lmasin. Namozini vaqtida o'qisin, Qur'onni tilovat qilsin, zikrda bo'lsin, uyini pokiza tutsin, Alloh uchun. Ular ham mustaqim bo'lsin Alloh uchun, eridan qo'rqqanligi uchun emas. Shunda bitta odam ishlasa yetadi birodarlar. Ishonaverlar yetadi. Shuning uchun 5 kere 5 25. 100 yil burun ham shunaqa edi, 1000 yildan keyin ham shunaqa. Mana barakotli osoyishta,